bitta akamiz yozibdilarda nimani ochkini yechib qo'yib nima qilsang yaxshi bo'ladi, video qilsang deb. Mana shu sansirab yoza turganlarga ham aytib qo'ymoqchiman-da. Men sizni o'rtog'ingiz emasman, bir nimangiz emasman. Sizni bir behurmat qilib qo'ygan joyim yo'q, sansirab qo'ygan joyim yo'q. Sansiramasdan to'g'ri yozing iltimos. Chunki men bunaqa narsani ko'tara olmayman. Xarakterim shunaqa. O'zimga yarasha injiqman, o'zimga yarasha odamman. Shuning uchun iltimos, haligi yozayotganda ozgina hurmat bilan yozing. Men sizni hurmatli deb gapiryapmanmi, shunga yarasha bo'ling deb aytib qo'yaman. Yana bittasi yozibdi-da, "Sen davlatingdan, vataningdan nimaga xafasan?" deb yozibdi-da. Men unga ham javob yozdim. "Тебе не понять" deb yozdim. Men Xudoga shukr davlatimdan xafaman degan joyim yo'q. Yoki bir hukumatimdan xafaman degan joyim yo'q. Chunki men kuchni to'g'ri baholayman. Davlatimni nimasini, kuchini qanaqaligini bilaman. Davlatim nimaga qodirligini bilaman, nimaga qodirmasligini bilaman. O'shaning uchun men davlatimdan hech bir arazlagan joyim ham yo'q yoki boshqa qilgan joyim ham yo'q. Chunki men davlatimni nimaga ayblamayman? O'sha farzandim maktabga birinchi bora olmayotgan davrda men davlat xizmatlariga birinchi marta davlatimning eshigini qoqib kirib, taqillatib kirib, "Bolalar, mana shunaqa sharoit bo'lyapti" dedim. Hatto baraka topsin, bitta Nomon aka degan inson bor ekanlar. Haligi aka qo'llaridan kelgancha harakat qildilar. Hatto o'sha частный shkolani bitta kassirini kerak bo'lsa chaqirtira olmadilar-da nimaga? O'sha davlat xizmatlariga. Kerak bo'lsa keling dedi o'sha kassirlar. Agar qanaqadir masala bo'lsa, kelib mana shu yerda hal qiling dedi. Men aytdim, aka dedim, bo'ldi tushundim, nima kuchlaringni to'g'ri baholadim. Bo'ldi, uje men haligi boshqa sizdan iltimos qiladigan narsam qolmadi. Rahmat, shunchalik harakat qilib ko'rdingiz dedim. Xohladi yordam berishdi, ularni chaqirtirib, nima qilyapsanlar, qaqa qarayapsanlar, nimaga bunaqa qilyapsanlar deyishdi. O'sha inson xohladi, lekin xohishni o'zi bilan hech narsa hal bo'lmasligini bilaman juda yaxshi. Shuning uchun aytmoqchiman, men davlatimdan ham, tizimimdan ham hech narsadan xafa emasman. Men kuchini to'g'ri baholayman. Men bugun xafaligim nimadan bor? Haqiqatda xafaligim bor. Nimadan va kimdan? Men olimman, men ziyoliman, men professorman, men universitetlarda dars beraman degan insonlarga doim murojaat qilib kelyapman va bundan keyin ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki men unaqa insonlarni millatning yetakchilari deb bilaman-da. Bir paytlar bunaqa yukni adabiyotchilar tortgan. Mana o'zlari tilga kelib aytdilar. Endi hozir davr kimiki desa siyosatshunoslar tortadigan davr keldi. Yana kim dedi? Yana kim? Siyosatshunoslar va ikkinchisini точно не помню, но eslasam aytib o'taman. Shu ikki xil qatlam tortadi oldinga deb o'zlarini tilidan eshitganman-da men. Shuning uchun o'shalarga murojaat qilyapman. Mayli prezident katta ishlar bilan ovora deb bilaman doim. Nima? Chunki Rossiyaga qarash kerak, Afg'onistonga qarash kerak, Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, bog'da mana Turkmanistonda tilini topib kerak bo'lsa harakat qilinyapti. Bu ishlarga biz mayli tashqi ishlar boshqa masala, mayli deyapman, kelinglar deyapman o'shaning uchun olimlarimizga. Mana u xalqning dardini sizlar eshitinglar deyapman olimlarimizga. O'sha ziyoliman deb turgan qatlamga aytayapman. Sizlar qaranglar,
kreditlarni qaranglar foizini deyapman. Sizlar ko'taringlar deyapman, bayroqni deyapman. Nimaga bunaqa deb konkret savol qo'yinglar deyapman. Nimaga ularga deyapman? Tushunyapsizlarmi? Nimaga ularga deyapman? Chunki ular o'qigan. Ularda talabalari bor qo'lida. Ularda imkoniyat bor. Ularda birov eshitadi. Ularda kerak bo'lsa muxlisigacha bor. Tushuntiryapmanmi men dardimni? Ularda hamma narsasi bor, hamma sharoiti bor ularda. Tushunyapsizlarmi? Bitta varaqni olib yozsa, olib boradigan joyi bor ularda. O'shaning uchun ularga aytayapman, ular qayerga murojaat qilishni biladi. Telefon qilib palonchaka, mana unaqa masala bor ekan, keling muhokama qilamiz deyiladi. Mandaqa odamchi gayiga tushib qolsam bitta telefon qiladigan odamim yo'q meni. Qaranglar deyapman, mana shu yerdan chiqib men gapiryapman, nimaga sizlar jimsizlar deyapman, tushunyapsizlarmi? Sizlar hal qilinglar shu narsani. Bugun sizlar bayroqdor bo'linglar deyapman olimlarimizga, o'sha siyosatshunoslarimizga. Rosa bong urishdi. Xalqimiz siyosiy uyg'oq bo'lish kerak, xalqimiz siyosiy uyg'oq bo'lish kerak, xalqimiz gapirish kerak, xalqimiz muammolarni ko'tarib chiqish kerak, yechilish kerak deyishdi. Lekin bitta bola, mana men o'zimga keldim, haqiqatda sizlar to'g'ri aytgan ekansizlar, sizlarga muxlis bo'ldim, sizlarda aka dedim, og'a dedim deb 3000 kilometrlab yo'l bosib borib ham haligi topolmay kelaversa birovni, bitta olimni, bitta ziyoliyni. Bu qanaqa ahvol deyapman o'sha ziyolilarimizga, o'sha olimlarimizga. Mana men nimaga kuyib yonyapman. Mana uni eshitdingizmi? Jahongir shunaqa deb video chiqaribdi desa, jim tur, 30-da ketaman deyapti-yu, ketib olaversin, keyin gaplashamiz. Bunaqa qilmaslik kerak edi. Sizlarga o'sha millat umidlari degan insonlar bor. Nima? Abdurahmon Tashanov millat umidlari sizlar degan. Doniyor G'aniyevda aytardi, Rasul Kusherbayevda aytardi. Mana Jahongir To'laganovda aytardi. Mana bular bugun sudlashyotibdi hammasi. Hammasida muammo, hammasini bittadan teshikka kallasini tiqib qo'ydi. Davlatingdan xafamisan? Yo'q, davlatimdan nimaga xafa bo'laman? Men kuchini to'g'ri baholayman davlatimni. Men kimlarga haligi og'alari borligini ham bilaman bu davlatimni. Katta akalar borligini ham bilaman. Hamma narsani ko'rib turibman, bilib turibman, Xudoga shukr. Adashgan joyim yo'q. Adashgan joyim bo'lsa qo'yib qo'ymaydi meni. Men o'sha olimlarga aytayapman, ziyolilarga aytayapman. Mana shuncha dardi bor xalqda deyapman. Yaqinda Farg'onaga shu taksi qilib yurganimda bitta gap bo'ldi. Taksida bitta opa yurdida, dadam ishga ketganlar deb singlisi bilan gaplashyapti. Vazirmi kimdir kelar ekan, voyenniy nima harbiyda ishlaydi ekan u kishini dadalari. Shuni kutib olish kerak ekan, xullas nimadir qilish kerak ekan. O'tgan haftani juma kunimi shunaqa edi. Men bilmayman qanaqa vazir kelgan, kim kelgan, nimaga kelgan. O'zimcha o'yladim, men ular bilan gaplashmadim, shunchaki eshitib qoldim vazir kelar ekan deganini. Ha dedim, bir vazir kelsa bir chiroyli hayot bo'lar ekan-da dedim. Ertansi kuni shanba kuni 1000 ta melisa ko'chaga chiqib, Farg'onada bitta ham mashina qoldirmasdan 50 ting qarzi bor mashinalarni tiqishdi. Mana men Yandexda ishlab yurib ko'rdim shu narsalar, ko'zim bilan guvohi bo'ldim. Bu vazir keldi degani bir xalqqa yengillik bo'lsin, bir ozgina monetini bunday qilib olib tashlaylik. Mana u Xudodan so'raymiz-ku.
Gunohlarimizni kechirgin deb. Sizlar ham kechirib ol. Xudo kechirishiga ishonamiz u. Ammo sizlarnikiga vobshe ishonmay qo'ydi-da. Sizlar ham bunday sal ko'z yuminglar, mayli xatolarimiz bor. Kim xato qilmabdi bu hayotda? Kreditni oldingmi? Kecha 12 million kredit to'layapman. Telefon qilyapman. Bolalar mana 2 oylik 12 million pul. Ana 375 mingdan shtaraf chiqarib qo'ygansizlar. O'shani olib tashlanglar, san aka, u bizning qo'limizda emas-da, deyapti. Tushunyapsizlarmi? O'zi to'lalmasdan qarz olib to'layapmiz. Yana uni ustiga bilat shtarafini ham to'layapmiz. Tushunyapsizlarmi? Nimaga? Mana aytayapman, nimaga? O'zi pul yo'q, yo'q pulga yana shtaraf bosyapsizlar deyapman. Tushunyapsizlarmi? Kassaga boryapman, dollar beryapman. 8 ta dollar beryapman, 9 ta. Bittasini qayta beryapti. Desam haligi yiltillagan joyi sal nima tepa tarafdan ko'chib qolgan ekan. Xo'p, yaxshi. Nima qilay endi men desam 65 ming shtrafi bor. Tasavvur qilinglar, pulga shtraf qilyapsizlar. Men aytdim o'sha yerda bankdagilarga, men urushmayman dedim, mayli 65 mingga roziman. Nima vijdonlaringga qaranglar dedim. Bilmayman, oxiri qo'limga qanchadir pul qayta berdi. Men sanamayman-da pulni, shuni odatim shunaqa. Berdimi ishonib ketaveraman. Sanamadim ham, opa aytdilar, sizdan shtraf olib qolmadim dedilar. Mayli, o'zingizga muammo bo'lmaydimi axir dedim. Mana bo'lmas ekan-u. Shtraf olmasa ham bo'laverar ekan-u. Muammo bo'lmaydimi deb so'rab oldim men. O'shani to'g'rilicha olib qolaversa bo'lmaydimi? Odamni o'zi asabi ketgan odamni yana davadit qilmasdan. Men bu muammolar bilan o'zim yuzlashmasam gapirmayman. O'zimni boshimdan o'tyapti mana shu narsalar. Sen nimaga xafasan? Nimaga doim ishlab mana kreditni olib borsang, bir kun o'tib qoldi deb 375 ming shtaraf chiqarib berish kerak. Sabab nima? Talibumi olishini bilyapti. Men aytayapman, 1 yil to'lamagan bo'lsam ham to'layman deyapman. Bolalar ko'ryapti, to'layapman. O'sha 700 ming so'm pulni bo'ldi aka, to'layapsiz ekan. Haligi muammo qilmayapsiz ekan. Mayli 700 mingni oling desa, men uyimga 6 kilo, 5 kilo go'sht ko'tarib ketmaymanmi? Tushuntiryapmanmi? Mana olimlarga shuncha aytayapman, mikrofoningiz bor qo'lingizda deyapman. Hamma narsangiz bor, studiyalaringizgacha qilib oldingiz. Xalq ko'ryapti, olqishlayapti. Молодец deyapti. Qolganini ham sal nima qilaylik endi bugun? Hali qayerda yo'q narsalarni muhokama qilib o'tiravermasdan. Ikkita kuchli olimimiz chiqib olib, bittasi Boburiyshunos ekanlar, bittasi nima? Shayboniyshunos. Xo'p, ular buyukligini tan olaylik deyapman. Ular buyuk, bizning buyuk tariximiz bor. Bunga hech kimning savoli yo'q. Birov savol bera olmaydi bunga. Haqiqatdan buyuk tariximiz bor. Sivilizatsiya bo'lgan nima makondamiz biz. O'sha bizni ajdodlarimiz qurib ketgan binolarni ko'rib haqiqatda qilib qo'yapti. Ko'ryapmiz, bilyapmiz. Bugunchi deyapman men. Bugun odamlar kirib yetib bormasdan uylarimiz shu vog'i tushib ketyapti.
O'sha arxitekturalarda saqlanmadi-ku. Kelinglar sizlar boshqa yangi bir narsalarni olib kiringlar deyapman olimlarimizga. Sizlar harakat qilinglar deyapman. Bu xalqqa men ko'pini eshityapman-da. Bu xalqqa nima? Qancha bersang kam. Endi bu gap emas-da. Oldin berib qo'ying-chi. Qani mana shu Farg'ona shahriga qaysi olimimiz kelib xalq bilan uchrashib, yo qaysi ziyoli kelib bir xalq bilan uchrashib, qanaqa masalalar bor deyapti. Hammalarining Telegram kanali bor. Bittasiga yoza olmaysiz. Ular yozganini o'qishingiz mumkin. Hatto komment ham yoza olmaysiz. Like bosishingiz mumkin, ularning fikrini o'qishingiz mumkin, o'zingiznikini bildira olmaysiz. Mana aytayapman, ochib qo'yinglar. Ochib qo'yinglar o'sha narsani, yozsin xalq, yozalsin, hammalaring maqtanasizlar. Telegram kanalimda mana uncha obunachim bor. Birortasi yoza olmaydi o'sha obunachilaringizni. Men vatanimni shunaqa yaxshi ko'raman. Men onamdaqa yaxshi ko'raman vatanimni. O'shaning uchun jon kuydiryapman, o'sha olimlarni o'shaning uchun chorlayapman. Olimlar, mana unga qaranglar. Sizlar qaramasalaring, siyosatshunoslar qaramasa, siyosatchilar-ku endi ularning vaqti yo'q. Ular ish bilan band. Hech kim qaramasa, xalq o'zini o'zi yeb yurarsa, qanaqa bo'ladi deyapman. Xitoyliklar deysilar, Rossiyaliklar deysilar. Qo'yinglar, kelib ishlarsan ishlasa, pulni olib kelyaptimi, tikyaptimi? Nimasini chegaralab qo'yinglar. İmkoniyatlarini biznikilarda qanday chegaralarsalaring o'zimiznikilarni. Ularni ham shunday chegaralab qo'yinglar. Ularga hamma yo'qni zelyonniy qilib, borsa birinchi очередda ularni qo'yib yorib, birinchi ularni ishini hal qilib berib tursalaring, конечно, erkalab ketadi. Yo'q, sen ham biznikidan keyinsan. Sen приезжийsan deb xotirjam aytaveringlar. Xitoyliklar bosib oladi. Shunaqa qilib tursalaring bosib oladi-da. Ozgina duxlaring bo'lib, sal ko'tarib, sal xalqni, qo'rqmanglar, nimaga qo'rqasizlar? Itarib qo'yamiz kerak bo'lsa deylarchi. Kim qo'rqar ekan? Xitoyligidanmi, boshqasidanmi? De chiqinglarchi. Nimaga qo'rqyapsizlar deylarchi? Deyolmaysizlar. O'tirgizib qo'yamiz deylarchi. Mana Ixtiyor Isonov kanalida aytdi-yu. Xitoy o'sha Sharqiy Turkistondan bag'iga o'talmagan dedi. O'talmagan. Tariximizga qaranglar, o'talmagan. Endi bugun odamlarimizga singitib bosib olarmikin, u qilarmikin, bu qilar. Yo'q, aytinglar, dangal chiqinglar. Mana sizlarda-yu. Mikrofon sizlarda-yu. O'sha bosib olarmikin degan odamga qarab aytaveringlar. Birinchi prezident aytgan edi-yu. Kim 3-jahon urushi haqida gapirsa uni yivonada pasadit degan-u. Dangal gapirgan-u. Mana shunaqa qilib sizlar ham dangal gapiraveringlar. Shunaqa men hech narsa xohlamayapman. Mana kommentlarda yozib, balo battar deb turganlaringga. Yo'q, men hech narsa xohlamayapman. Men ketaman ham, mayli nima,
eshitdingizmi Jahongirda chiqishini desa va 30-dan keyin eshitamiz deyapsizlar. Bularni ham bilib turibman. Ketib olaversan, keyin bir ko'rarmiz deyapsizlar. Mayli, men ketaman ham. Men sizlarga qarab murojaat qildim. Hamma chiqib ketyapti, hamma ketyapti. Tili bori ketyapti, puli bori ketyapti. O'zimizda ham bir Farg'onada, O'zbekistonda bir mardlar bo'lsin, o'zimiz gullab yashnaylik. Amerikani, Yevropani, Rossiyani, Ukrainani, Xitoyni hamma joyda yetarlicha muhokama qildilar-ku. Men o'sha Xorazmga borganimda nima demoqchi edim? Mana aka, mana shunaqa masalalar bor. Bularni gapirsalaring gapiringlar. Bo'lmasa, shu xalqni ichidan chiqqan ovozlar bor. Shularga imkoniyat beringlar. Yoniga kirib qo'llab-quvvatlanglarchi. Bitta o'zi biladi, nima qilishini bilmay yuribdi demoqchi edim. Tushunyapsizlarmi? Dori ham chekib ko'rdi, ichib ham ko'rdi. Dardiga davo topolmayapti demoqchi edim. Hammalaring quloqlaringni yopib olib, ay xudo xolasa mana o'zi aytayapti-yu, ketar ekan-u, o'zi aytayapti-yu, ketar ekan-u qilmasdan. Uka, shuncha narsang bor ekan, darding bor ekan. Zamondoshsizlar-u men bilan. Zamondoshsizlar-u, tushunyapsizlarmi? Bo'ldi, bizni boshqa hayotimiz yo'q, biz bir marta shu hayotda yashaymiz. Sizlar bilan zamondosh bo'ldik. 91-yilda tug'ildik. Na xizmatga bormadik, na o'qishga bormadik. Mayli dedik. Og'ir kunlarda yashayapti O'zbekiston dedik. Endi farzandlarimizga ham shuni ravo ko'raylikmi? Shuni xohlayapsizlarmi? Farzandlarimiz bugun aytayapti. Davay ketaylik deyapti. 6-sinf bolalar aytayapti. Tushunyapsizlarmi? 6-sinf bolalar ketishimiz kerak deyapti. Tushunyapsizlarmi? Yo'q, tushunmaysizlar. Tushunsalar ham o'zlaring tushunmagandek tutasizlar. Men kuyib yonganim, men ham ketib qolmay, u ham ketib qolmasin. Mana taniqli jurnalistimiz bor. Bobur aka Akmalov. Sport jurnalisti. Surish kerak deb o'tiribdilar. O'zlari intervyuda aytib o'tiribdilar. Surish kerak. Bu xalqqa mesajmi? Surmadilar lekin. Xalqqa ketinglar deyaptilarmi? Mayli, men shu narsalarni aytib qo'ymoqchiman-da sizlarga. Xohlasalaring qaranglar, xohlamasalaring ixtiyorlaring o'zlaring bilan. Lekin kelajakda sizlar biz ishlab qo'yganmiz deya olmaysizlar. Shuni ham aytib qo'yay. Mana shu holatimda qo'limdan kelgancha odamlarning kayfiyatini ko'tarishga, insonlarga mana mashinamga 92 benzin quydim. 112 mingga. 10 litrini 112 mingdan quyibman. Konditsioner bo'lmasa ishlatganimda mashina yurmayapti. 80 benzinda. Kirib bolalarga aytdim, bolalar 80 benzinda mashina chirillab yurmayapti. 92 quydim. Mana konditsionerni yoqib, xalqni qo'limdan kelgancha xizmatini qilib qo'yibman. Shu ketishimdan oldin
Shu qora ko'zlarimni ko'ryapman. Gaplashgisi kelgani bilan gaplashyapman. Bolalarda 10 ming pul yo'q, borib ishxonasidan pul olib beryapti. Aytib qo'yayman sizlarga. Ko'chaga chiqqan bo'ydagi cho'ntagida 10 ming puli yo'q. Tasavvur qilyapsizlarmi? 10 ming puli yo'q. Hozir ishxonadan olib chiqib beraman aka deyapti. Yo'q bo'lsa qo'yaring deb aytganlarim ham bo'lyapti. Chunki menga bir tiyin foyda qolmaydi. Men benzinni orttirmayman u pulni. Ko'zlaringni yuminglar, quloqlaringni ham yuminglar. Ko'zni yumgani qo'l kerak emas, ikkala qo'llaringni quloqlaringga qo'yib oylar. Ko'zlaringni bilat kipriklaring bilan to'sib oylar. Men kechalar uxlolmayapman. Bugun ham kecha qizimni tug'ilgan kuni edi, soat 1da 2da uxlaganman. Ertalab 5da turib ishga chiqib ketdim. Bekorga ishlagani chiqib ketdim 5da turib. Savol qo'ya olmaysizlar. Taksistlarimiz qanaqa yashayapti deya olmaysizlar. Damaslarni yo'qotish kerak deyishni bilasizlar. U bechara tirikchiligini keyin qaytdan qiladi deyishni bilmaysizlar. Sizlarda birinchi nima bor, birinchi urinish bor, ikkinchisi yo'q. Birinchi fikrlaring doim to'g'ri sizlarda. Ozgina vijdonlaringni ishga solinglar. Vijdon nimaligini unutdilaring-ku. Odamni qon qilib tugatdilaring-ku. Ta 35 ga kirgan bola sizlarni izlab charchadi-yu. Hammadan dakka eshityapti-yu. Tog'alari kelyapti, yiban bo'lib qopti, jinni bo'lib qopti deb. Xolalari kelyapti, jinni bo'lib qopti shekilli bu bolada. Darding nima deb bittang so'ralmayapsan-ku. Bilat.